Xo'p, yaxshi boringlar. To'y kun belgilab e'tiborarsizlar. Mayli, yaxshi boringlar. Hop, ona. Hop, onam. Adam g'alati emasmi? Nechta suvchilik keldi? Bitta o'g'illilar keldi. Bermadilar-da. Bitta o'g'il 4 ta qizli joyga beryaptilar. G'alati emasmi? Ertaga qizlar dabdalasini chiqarib tashlaydi singlimmi? Men ham shunga tushunmayapman-da, bolam. Qani adem bilan gaplashaylik. Qarab sal eslar olib qolyaptimi deyman-da. Ada, shuncha suvchilik keldi. Bitta o'g'illilar keldi. Hozir buni to'rtta qizi bor ekan. Ertaga singlimni dabdalasini chiqarib qo'ymaydimi? Bo'lib ezib. Men ham shuni aytaman, adasi. Nimaga xo'p dedingiz? Bitta o'g'illardan keldi, bermadingiz-ku. Ikkala o'yin ham ovozingni o'chirib o'tirishgan. O'zim bilaman men qat'iy nimaga berayotganim. Bu 4 ta qizi borga berayotganim o'ziga yarasha sababi bor. Qanaqa sabab, Ada? Shuni ayting, ko'nglimiz xotirjam bo'lsin. 4 ta qiz boqqan ota-ona har doim qizining baxtini o'ylaydi. U kelinga yomonlik qilsa, o'zini qizidan qochishini juda yaxshi biladi. 4 ta qizni katta qilib boqib uzatgan qiz bolani dardini ham, qadrini ham tushunadi. U xonadonda u janjal chiqib qolsa, biri bo'lmasa biri qizining yonidan oladi onasi. Ada to'g'ri aytyapsiz. Shuni tushunmaganimni qarang. Ha, bolaman. Hali qizlaringizni uzatsangiz, o'shanda siz ham yaxshi tushunib olasiz qiz bolaning qadrini.